Menga qara, bir hafta больницada yotding. Uyingdagilardan bittasi ham kelgani yo'q. Ani boyvachcha ekanchi, qorasini ham ko'rsatgani yo'q. Nimaga unaqa deysiz? Aytdim-ku, akam safarda edilar, bo'lmasa kelgan bo'lardi. Safarda bu bahona bo'lsa kerak. Ha, kelib qoldim. Sen safardaligingda sening kasalxonaga yotib chiqibdi-ya. Ha, Agar puling bo'lsa, mayda-chuyda olib yo'qlab kelsak bo'larmidi? Nima deysan? mayli. Bo'ldi, ona. Borib kelamiz yo'masa. Onanchi, kasalman qizim deb telefonni o'zida xabar olib qo'ydilar-yu. Menga qara, seni mabodo asrab olishmaganmi? Har nima do'rmang. Kim bor? Voy aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Singlim, yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Rahmat. Aksiga olib, safardaligimga больницада tushib qolibsan. Mana shularni ol. Safardan to'g'ri birinchi bo'lib ko'rib keta qolay deb keldim. Ovora bo'libsizlar. Yo, nega? Onam ham rosa sog'inganlar. Ertaga olib yana boshqa kelamiz. Ichkariga kirsangiz bo'ladi. Yo, yaxshi o'tiringlar, xo'p. Sana oldingda xijolat bo'lib, telefon ham qila olmayotgandim. Esingda bo'lsa, 3-4 oy oldin qarz beruvding. Xudoga shukr, muammolarimni hal qildim. Qattaligingni aytsang, o'zim olib borib tashlab kelardim, o'rtoq. Sizlarga rahim qilaman deganim uchun o'zing g'oyibidan yetkazding. O'zingga behisob shukr.